Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun biz Elegant restoraniga keldik. M39 yo'lidagi Lenin повороtidan Osmat повороtiga ketish yo'lida. Mana ajoyib ovqat taomi bor ekan, Elegant sho'rvasi bor ekan mana. Elegant sho'rvasi. Bu sho'rvani ichib maza qilasizlar ekan mana. Ichida haspi chiqar ekan. Haspi. Mana haspi ham mana salkam 20 cm, 15 cm bor. Atak ilikchasi. Qazilari, qazi qarta deymi? Qazi qarta. Mana ajoyib sho'rva ekan. Ikkita qayla go'shi. Qayla go'shi. Bitta sabr ber. Oho, yana laxm go'shi ham bor ekan. Qop qora laxm go'shi mana. Salkam qarang qancha go'sh. Mana bedana tuxumlarigacha bor ekan. Bu sho'rvada bedana tuxumlarigacha mana. Bu kassani kattaligini ham qarangizlar-da. 20 cm kosa, diametri. Begzat qassob choy beryapti. Qassoblarga taalluqlanuvda mana. Qassoblar ichadigan sho'rvada mana bunday qilib choy beradi-da do'stlarim mana. Elegant sho'rvaga. Elegant sho'rvaga kelaverasizlar. Elegant anosiga, Chayqar restoraniga Elegant sho'rvasi. Ajoyib mana. Go'shini o'ziga pashta 2 kishi to'ysa bo'ladi. Hasip. Haspi ham qo'y go'shtidan qilingan hasip ekan. Ajoyib ekan mana. Bemalol kelaverasizlar, maza qilib, yeb ichib, to'yib ketasizlar. Marhamat.